Hazırkı zaman Uyghur tili ilipbesi. Assalamu alaykum. Farzand üçün barlığını atagan qadirlik ata-analar. Kelgusimizning umidlari bo'lgan kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Balalar millatning va oilaning kelgusi. Balalarga ko'ngil bo'lish va ularni tarbiyalash har bir ota-ona bo'lg'uchining, shundaqla har bir jamiyat a'zosining bosh tortib bo'lmas majburiyati. Millatimiz azaldan balalarga ko'ngil bo'lishni va tarbiyalashni asosiy o'rin qo'yib kelgan. Balalarning ko'rish, anglash, sezimidan so'rash, do'rash, o'rganish, qiziqish qatorliq kayfiyatlar shakllandi. Oila tarbiyasi balalarning kelgusi hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatguchi omil. Hozir turmush ritmining tezlishi va ota-onalarning xizmat, turmush ehtiyoji tufayli balalarga atalgan vaqti qisqa bo'lib qolganlikdan balalarga oila tarbiyasidan keladigan birlamchi tarbiya oz bo'lib qolmoqda. Shu sababli shirkatimiz balalar uchun oilada o'zligidan o'rganish qilish qurolini tuzib chiqdi. Bu orqali ota-onalarning oiladagi yukini yengillatib, barliq mehnatkash ota-onalarga va umoq bolalarimizga oz-to'la yordam bo'lib qolar degan umidda biz. İlipbe. Hazırkı zaman Uyghur tilda jami 32 harf bar bulup, ular tövendikçe: A, A, B, P, T, C, Ç, H, D, R, Z, J, S, Ş, R, F, K, K, G, M, L, M, N, E, O, U, Ö, Ü, V, E, I, Y. Uyghur tildagi so'ziq tovush harflari 8 bo'lib, ular tövendikçe: A, A, E, I, O, U, Ö, Ü. Uyghur tildagi o'zlik tovush harflari 24 bo'lib, ular tövendikçe: B, P, T, C, Ç, H, D, R, Z, J, S, Ş, R, F, K, K, G, M, L, M, N, E, V, Y.